Bir necha soniya va quvonch vahimaga aylandi. Ispaniyaning Pamplona shahrida o'tayotgan mashhur San Fermin festivalida minglab odamlar ko'z o'ngida dahshatli holat yuz berdi. Gazablangan buqalar olomon orasiga yopirildi. Odamlar jon saqlash uchun har tomonga qochdi. Ayrim ishtirokchilar yiqilib ketdi, bir necha kishi jarohat oldi. Bu festival har yili millionlab sayyohlarni jalb qiladi. Ammo har safar eng katta savol o'zgarmaydi. Bir necha daqiqalik hayajon uchun hayotni xavf ostiga qo'yishga arziydimi? Guvohlar voqeani bir necha soniyada hammasi o'zgarib ketdi deya tasvirlamoqda. Tez yordam mashinalari voqea joyiga shoshildi. Jarohatlanganlarga darhol tibbiy yordam ko'rsatildi. Shunga qaramay festival davom etmoqda. Kimdir buni jasorat deydi, yana kimdir esa buni keraksiz tavakkal deb hisoblaydi. Siz nima deb o'ylaysiz? Bunday xavfli an'ana saqlanib qolishi kerakmi? Izohlarda fikringizni yozing. Dunyodagi eng muhim va tezkor yangiliklar uchun Premium TV kanaliga obuna bo'ling.